Yaqinda bayram bo'lganligi uchun hammangizga 3 kunlik ta'til beriladi. Bonusga mukofot puli ham. Lekin oldin siz IQ testlarini topshirishingiz kerak bo'ladi. Kim imtihondan o'tsa, o'shanga bonus beriladi. Gapir Saida. Imtihondan o'ta olmasak nima bo'ladi? O'ta olmasang shu yerda qolib navbatchilik qilasan, bonus ham berilmaydi. Birinchi savol. Kuch adolatdadir iborasi kimga tegishli? Amir Temurga. Ikkinchi savol. 200 ga 50 ni qo'shsak nechi? 250. Uchinchisi, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan tabiiy o'g'it qaysi? Go'ng. Barchasi to'g'ri. Mana seni mukofot puling. Katta rahmat. Hoy Maftun, menga javoblarni ayta olmaysanmi? Isroil opa javoblarni hech kimga aytmaslikni tayinladi. Mazali ekanmi? Judayam. Javoblarni ayta olmaysanmi? 3 ta savol berishdi. Javoblari Amir Temur, 250 va Go'ng. Rahmat. Hamma topshirib bo'ldimi? Faqat Saida qolibdi. Faqat Saida qolgan bo'lsa, aslida u juda yaxshi qiz, biroq savodsizroq, lekin hech qachon ishdan qochmaydi. Har qanday og'ir mehnatni bajara oladi. Keling, yaxshisi unga oddiy savollar beramiz. Mayli. Otangizning ismi kim? Amir Temur. Yoshingiz nechida? 250 da. Saida, yoshligingda nima yeb katta bo'lgansan? Go'ng.